Assalomu alaykum hammaga. In Real Life Savdo kanaliga xush kelibsizlar. Bugun ikkinchi chasti In Real Life videoni nima qilyapsan? Qiziqarli ishlar qilamiz. Ingliz tilini biladigan bolalarga savollar beramiz. Mana nimadir qilib ustimdan kulyapti, hozir isqir qizuv bo'ladi. Butun Toshkent bo'ylab ingliz tilida gaplashamiz. Ketdik. Stop the cap. What's up my god? Mana hozir biz Navoiy ko'chamiz. Men короче Abay deb bilaman. Abaydamiz mana. Video ko'rishingiz mumkin. Vahshi, daraxt, soya, maza qolmiz. Unaqa joylar borgan sari qizil kitobga kirib ketyapti. Shuning uchun qadrlab olinglar hozircha, to'g'rimi? Bari yo'qolaysan qadrni. Gapirishga tilim bor. Lekin haqqim yo'q. Hop, birinchi qiladigan ishimiz Genesisga kirib mashina olish ketdi. Короче, BMW oldim, M5. Kirinchash, bo'pti ketdi. Hozir короче KFC kirib ingliz tilida zakaz beramiz ketdi. I'm so sorry, speak English, bro? Can I record you on a video? Yeah. Alright, we want set. I heard there's a set for like 54,000 or something like this. Okay, I got you. You eat here or take away? Now we're here. Right? Yep. Короче, KFC'de order berdik. Lupga solishtirib o'tirmayman, mayli, lekin gap yo'q. Ingliz tilida eplab o'sha zakazlarni olib oldilar, yaxshi bilar ekanlar ingliz tilini. KFC administratorlar ko'rayotgan bo'lsa, bu bratga ham oilalarni ko'tarib beradi. Shunaqa yordam berib berdingiz endi, to'g'rimi? Xudo xolasa biza 10 kishiga ehson tarqatamiz, ya'ni 10 kishiga. O'sha siz bilishingiz mumkin. Kul to'pa kuldiryapman. Endi KFC'ni yeymiz edi. Lupga solishtiraman mazasini, o'rtog'im solishtiradi. Keyin hozir bir yaxshiligini aytamiz. Короче, mana KFC'ni yeb oldik. Men shaxsiy fikrim aytaman, realni xolis aytganda KFC'ning mazasi yomon emas, lekin men uchun quruqlik qiladi. Box masterda kartoshkasi bor, shu ham yomon ko'raman shu narsani. Lekin mayli, mazasi yomon emas, quruq lekin. Lukda bo'lsa, sochni, вообще bo'kib ketadi даже. Shuning uchun menga ko'proq luk yoqadi. 10 dan 7 qo'yaman. Savdo aytganiga qo'shilaman. То, что KFC'ning box master'dagi testasi quruq, ichida sochni narsalari yo'q, biroq yaxshisi to, что tagidan oqib ketmaydi. Вот lukda esa tagidan oqib ketadi. Lekin menga o'shanisi yoqadi, sochniligi yoqadi lukda. Bo'pti, kim qanaqa men bilmadim, menga yoqdi-yu, uni lukdek emas. Oyog'im boyla olib, ushlab tur, video gaptir. O sen operatorsan, men seni olib yuribman. Sen operatorsan, to'g'rimi? Sen bunaqa baxtni his qilmaysan. Sen oddiy operatorsan, tushundingmi? Sen operatorsan, to'g'rimi? Ajalimiz edi, bu javob. Hell no, man. O, Fantan 70-75. Masjidga. Xolasang Navoiy ko'chaga boramiz, Inglify ofisiga. Ishga kirib olamiz. Inglifyda ishlaymiz. Kechirasizmi? Seni nimaga oladi? Ingliz tilini bilmaysan, uchunmi? Men biratan nima qotdilar? Nomerlarini ko'rsatib qo'yamiz, to'xtagan joylarini qaranglar. Короче, qanaqadir kirinch ashula bilan keldilar-da. Peshobodgami? Qayerga to'xtadilar? Trotuarga qilib to'xtirganlar. Ha, kino olayotgan ekan. Короче, aytdi, iqror olyapti. Iqror olyapti. Premyera, biz ham chiqamiz iqrorda. Eksklyuziv. Короче, men bola ismi nima? Ismi nima? Timur. Timur, ingliz tilini bilasanmi, Timur? Yes. Rostdan. 50-50. Deutsch. Пошел. Men bola настольный tennisdan, короче, chempion ekan. Necha? Двухкратный чемпион мира ekan, короче. Shunaqami? Seni beri? Timur Cristiano, короче, ismi. Mana biz Kosha masjidga kirdik. Namoz o'qidik. Endi tekis Samarqand darvozasiga. Chiqarak. Атмосферный kamar, o'sha taki joy. Такой balkonda turib, masjidga qarab. Da O'zbekiston chiroylilashyapti, gap bo'lishi mumkin. Yo'q, eski o'yladi, sovet paytidagi. Paxta qo'yayotganimni jimdi. O'zbekiston eng лучшая страна. Ya bo'ldi, уже gapirib qo'ydi. Gapirib. Varaysan, matizan yo'san. Короче, uyga qaytdi Hasanboyda. Hasanboy kelsa men kutib olaman o'zim. Короче, keyin mana biz Qo'qon darvozaga keldik. Qo'qon, короче, Florida tarafda. Qo'qonliklar aktiv ko'rsatib qo'ying. Nega ismi nima ekan? Kawasaki. Kawasaki keyin ismi Kawasaki. Men bolaga keyin tanlaymiz, Lucas olamiz. Shuni olib ko'ramiz. Geylanga o'xshaydi. Xohlasinki, Kawasaki keldi. Kawasakini reklama qilib beramiz, Red Tag qilib beramiz, De factoni qilib beramiz.
Ashulani o'chirib qo'yishsa-chi, bir asam bizlar ash mol, kafeda ashula bo'lsa bor, yomon yoqmaydi. Randomnisini oldim. Ham dasturxonmi? City Mall ketamiz, agar topa olsak odamlarni ingliz tilida gaplashib qolamiz. Tog'or o'ynashyaptimi ko'rsatga? When you come to Tashkent City, you will see a lot of different people around here. They are just actually crazy. That basketball shit, NBA player, all that stuff, gang. LeBron James. LeBron James. LeBron James. LeBron James, LeBron James, LeBron James, LeBron James, LeBron James. Ron basketball court qaraymi? Ha, basketball o'ynash bilgan. Qo'shmaydi, hech qo'shadi. What you look for a girl? Booby. Вообще kulgili ekan, hazilkashlar, gap bo'lishi mumkin emas. That was the most funniest joke I've ever heard in my life. Ingliz tili bilmaysan, ingliz tili? Hech kim bilmaydi ingliz tili. Video ko'rsataman, tarjima qilyapsiz padaka. Yani shu speed bilan Kaysenat da, вот shu bilan Kaysenat gaplashgani bor. O'shani translate qilib berishingiz kerak. Beginner ham qilib beradi, aka. He wasn't gonna shoot you until you shoot him. The one that killed me, he knew you. None of this is pardon. You don't stop me, stop me there. Pardon, and so that nigga. Come on, nigga, so you got to shoot him now. He wasn't gonna Tushunarlimi? Afrikan champion. Prikol bu, atak realni gaplashamansa, ingliz tilida gaplasha olasizmi? You want to talk in English now with me, right? Can you talk in English? Yes, of course I can. I'm just searching for some people who fuck with English, gang. Like the vibe, the much the vibe. I just go and say like, "Yo, what's good, nigga? You talk English?" And I'll be just catching someone saying, "Yeah, I know English. Come on, guy." Make some create content and all that stuff. You feel me? I'm gonna post you on YouTube. YouTube? Yeah. On YouTube, on Instagram. I got Instagram. I'm just starting. Mana shu ikkitasi bir-biri bilan gaplashadi. Shuni hozir siz menga tarjima qilishingiz kerak. He wasn't gonna shoot you until you shoot him. The one that killed me, he knew you. None of this is pardon. You don't stop me, stop me there. Pardon, and so that. O'pti, matematikani ozgina bo'lsa bilasizmi? Yo'q. Hop, matematikaga oid savol. Ikkinchi jahon urushi qachon tugagan? Lekin badarka yo'q aka. No, hop, aytildi. 1945-yil. Ya, oq qo'ymaymiz uni. Charchadim. Assalomu alaykum. Ingliz tili biladiganlar. He wasn't gonna shoot you until you shoot him. The one that killed me, he knew you. None of this is pardon. You don't stop. Nima deyapti? Qayerda o'qigansiz? Tanimayman men hech kim. Alzonda mana Alzonni yuzi. Tarjima qilib berish olmayapti shu narsani. Savol matematika bo'yicha barobar nechi? Siz ukajonim, siz ozgina miyangizni bir o'qiting, bir boshingiz bilan urushib qolganmisiz yo qoningiz kammisiz, yana bilmadim ukajonim. Barobar nechi? Qanaqa savol hozir, brat? Menga tushuntiring, ozroq keltiring. Men topolmadim, sizga ham savol ko'paytiring nechi? Anaqa. Ha? Anaqa. Savol hazillasham bilan. Lekin mana shunaqa seriozga olmasdan, hazil qiladiganlarni yaxshi ko'ramiz bor. Bashi Sovg'a bering. Toponlaringiz 77 deb qo'ydingiz. 67 edi. Aka, ingliz tili bilmaysizlarmi? Ingliz tili. Ingliz tilini bilsangiz, mana sizga video ko'rsataman. Agar o'shani tarjima qilib bera olsangiz, 100 ming so'm beraman. Until you shoot him. The one that killed me, he knew you. None of this is Короче, videoni ko'rsatamiz, hech kim javob bera olmayapti. Sizlar javob bera olasizmi? Kommentga yozib ketinglar. Lekin havo yoqadi. Ketgim kelmayapti. Javob ketmaydi. Biz ham o'ynaymiz. O'ynash bilasan, voleybol? Bilasanmi? Men bilaman. Короче, mana Toshkent Cityda bolalar ashi voleybol o'ynashar ekanda. Keyingi safar biz ham kelib o'ynaylikmi? Aytinglar. Keyingi safar Toshkent City kelmaymiz, jonimga tegib ketdi. Keyingi safar Magic Cityga boramiz. Magic Cityda bizlarni kutinglar. Biz tayyor turinglar. Biz keyingi safar sizlarni anaqa qilamiz. Nima deydi? Ingliz tili kassiriylarni sinab ko'ramiz Magic City filialida. Oldin aytib qo'yamiz sizga. Tayyorlab qo'yinglar, tamam. IELTS 7 ni tayyorlab qo'ysin. Videoni tugatamizmi? Video tugadi.